Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mana manzarani ko'rib turibsizlar. Bu manzarani masalan yetishtirayotgan, parvarish qilayotgan bitta ukaxonimiz bor. Murodjon, bu Murodjonni qatli desalaring, Toshloq tumani Zarkan shaharchasini Boyqovul qishlog'idan. Aynan shu do'konchilik ham o'sha Boyqovul qishlog'ini da joylashgan yerida. Shuni bemalol mana hozir men havas qilardim ko'rib o'sha Murodjonni YouTube'da ko'rib havas qilardim. Qanaqa yetishtiryapti, qanaqa bir sifatli, chiroyli derdim. O'shini bir ko'rsam deb havas qilardim. O'shanga endi bir osh uyushtirgan ekan, shu osh shu bahona kelib mana taklif qilindik. Kelib do'konchilarni ko'rdim. Do'konchilar hammasi bir bamisoli sanatoriya desa bo'laveradi. Mana har bir mana yo'laqni yonida pomidor. Mana mevalarni qarang, mana manzarani qarang. Mana shunaqa qilib ukam nihoyatda chiroyli qilib parvarish qilyapti. Bu ukamga uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik tilaymiz. Mana shu qilayotgan do'konchiliklarga ko'p barakalar tilaymiz. Xudo xolasa siz bilan biz ham shu Murodjonga o'xshab, Murodjonni havas qilib, Murodjonga o'xshab shu do'konchiliklarda qilaylik. Agarda mana Murodjonni agar o'zini qilayotgan ishini ko'rib, ketmon chopib, mana shu qarab yurganini ko'rib ko'raman desalaring, YouTube'da o'zlarining kanali bor. Bobo Dehqon degan kanalga shunday kirsalaring, Murodjonni o'zini ko'rasizlar. Shu darajada qilib sizlar ham o'rganasizlar. Men hozir Murodjondan kelib ko'p narsani o'rganib ketyapman. Murodjon, umringiz uzoq bo'lsin. Bundan beri ham do'konchiligingizga Xudo o'zi baraka bersin. Murodjon, rahmat sizga. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.